Hammaga assalomu alaykum. YouTube kanal a'zolari. Bugun bizga disklar kelgan, pochta yetib ketdi. Bir ko'ramiz endi. Joyga o'tib olib. Endi bular ochib bir disklar ko'ramiz endi. Bir ko'ramiz mana. Infamous Durная reputatsiya. Ichida endi boshqa disklar ham bor. Bu ikki tomonli obloshkali disk. Keyingisi bizda Dark Souls 2. Zo'r o'yin, lekin qiyin. Demak bu ham Black Ops diski bor ekan. Manuali bor. Holati zo'r. Keyingisi Dragon Age Origins. Zo'r o'yin. Boshlanishi degani. Demak, Guitar Hero bu ham xusus qalin manual va bukletlari bor disk. Zo'r holatda. Keyingi SingStar muzikalniy o'yin. Demak, nimasi bor ekan? Manuallari bor. 4 ta disk qutisiz va 4 ta disk qutili bo'lib chiqdi bizda. Bizda bitta korobkamiz bo'shadi, endi ikkinchi korobkani ko'ramiz. Bu Mortal Kombat X. Birinchi o'yinimizda. Ikkinchisi Fallout 4. Bizda holati zo'r, juda ham Uncharted Nathan Drake Collection. Keyingisi Injustice 2. Keyingisi Dishonored 2. Keyingisi Star Wars Battlefront. Keyingisi Lego Mstители The Avengers. Ruscha ekanda. Keyingisi Marvel Super Heroes 2. Keyingisi Watch Dogs 2. Ajoyib o'yin. Demak, Horizon Zero Dawn. Ajoyib o'yin. Va bizda so'nggi o'yin Minecraft PlayStation 4 Edition degan. Demak, bu korobkamiz ham pustoy bo'ldi. Shuncha narsa xarid qildim. Video yoqqan bo'lsa like bosing, obuna bo'ling. Savol va nimalar bo'lsa kommentariyaga yozing yoki lichka Telegram mana shu yerda. Kelgusi videoda ko'rishguncha xayr, paka.